Bu qilish dunyodagi eng katta qilishlardan biri va u endi Shahrixonda o'rnatildi. Shahrixonda nima yangiliklar deganlarga, shahrimizga kirib kelyapti turganingizda endi sizni mana shu bahaybat, savlatli, o'tkir qilich kutib oladi. Endi har bir sharxonlik pichoqchi va temirchilar o'z videolarini mana shu qilichni oldida olishlari shart. Nima deysizlar? Yana bir yangilik esa Shahrixondagi Nemran gilamlar do'konida 2026-yilda eng yangi gilamlari, eng yangi kolleksiyalar olib kelingan. Bilasizlar, Nemran gilamlar do'koni shahrimizdagi eng kattalaridan biri hisoblanadi. Rostdan ham do'kon juda ham katta, assortimentni qo'yaverasiz. Shahrixondagi eng kattalaridan biri hisoblanadi. Oshxona, mehmonxona, yotoqxona, hammom, любой joyingizga hisob berishadi. Turistki deysizmi, o'zimizni O'zbekistondagi metrajli, xullas assortiment rostdan ham ko'zingizni quvontiradi. Nemran gilamlar do'koni sizga gilam kerak bo'ladigan bo'lsa, har qanaqasini olib borib, solib, chiroyli qilib berishadi. Xullas, agar sizga gilam kerak bo'lsa, yodda tuting. To'g'ri Nemranga kelaverasiz. Manzil Shahrixon tumani, Chinobod ko'chasi, o'zimiz stadionda shundoqqina ro'parasida mo'ljal Istiqlol uylari.